Yandexda endi ishda boshlamoqchi bo'lganimda menda juda ham ko'p savollar paydo bo'lgan edi. Yandexga qanaqa ulanaman, qayerdan ulanaman, boshlanishiga qancha summa ketadi, terma sumkani qayerdan olaman degan. Bugun sizlarga shu savollarga javob olaroq Yandexga qanaqa ulanishni qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa, siz Yandexga ulanishingiz uchun taksoparkga borishingiz kerak bo'ladi. Taksoparklar bu sizni Yandexga ulab beradi va ish davomida qanaqadir muammolar bo'lsa, sizga yetishga yordam beradigan firmalar hisoblanadi. Men o'zim Rich taksoparkda ishlayman va ro'yxatdan o'tishda ham aynan shu taksopark orqali hozir ko'rsatib beraman. Video ostida havola qoldirganman, o'sha orqali kirib ro'yxatdan o'tsanglar, taksopark sizlarga o'zining lokatsiyasini va qachon borib ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Shu narsalarini jo'natadi. Hozir bo'lsa men sizlarga taksopark lokatsiyasi qayerda joylashganini videoda ko'rsatib o'taman va borganinglardan keyin sizlardan nimalar talab qilinadi, shular haqida gapirib o'taman. Lokatsiyani tushuntirishda metroni oldidan boshlayman. Taksoparkka eng yaqin metro Ganga metro hisoblanadi. Metrodan chiqib chap tomonga yursanglar to'g'rida KFC, o'ng tomonga yursanglar yo'lda bu yuzdan chiqasizlar. Yo'lda u yuzidan ko'prik orqali men turgan joyga kelasizlar va to'g'riga yurasizlar. Va shu svetoforga kelib o'ngga burilasizlar. Mana shu taksopark ofis hisoblanadi. Hozir men sizlarga ro'yxatdan o'tish ketma-ketligi, talab shartlarini tushuntirib o'taman. Xo'p, ofisga kirganlardan keyin birinchi o'rinda shu yerda QR kod orqali shu yerda so'ralgan 3 ta ma'lumotni Telegramdan ularga yuborishingiz kerak bo'ladi. Bular qanaqa ma'lumotlar? Birinchi o'rinda sog'lig'ingizga kirib o'z-o'zini band qilish degan hujjat olishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa olasizlar desa, mana bu yerda ketma-ketligini keltirgan bo'ladi. Xullas, sog'lig'ingizga kirib o'zingiz band qilasiz va pasport rasmingizni ularga yuborasiz Telegramdan. Undan keyingi narsa, uchinchisi shaxsiy plastik kartangiz bo'lishi shart. Bu ertaga ishlash jarayoningizda ham juda kerak bo'ladigan narsa. Plastik kartangizni yuborasiz, rasmini va raqamini. Uzkart yoki humo bo'lishi kerak, viza karta o'tmaydi va o'zingizning nomingizda bo'lishi kerak. Keyingisi shu narsa shu ishlar bo'lganingizdan keyin Yandex Pro degan ilovani yuklab olasiz. Xuddi o'sha ilova orqali ishlanadi ertaga. Keyin bu yerdan aka navbat beradi. Telegramdan yozganinglarda aka sizlarga o'zi video jo'natadi. U videoda nima bo'ladi? Videoda Yandexda qanaqa ishlash, qanaqa mijozlardan qanaqa zakazlar olish, restorandan qanaqa zakazlar olish, shular haqida tushuntirilgan video bo'ladi. O'shani ko'rib bo'lganingizdan keyin ofis xodimlarining oldiga borishdan avval u yerda turgan aka sizlarga savol javob qiladi. O'sha narsani yaxshilab o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. O'sha savol javobdan o'tganinglardan keyin ofis xodimining oldiga borasizlar. Xullas, o'chirtingiz kelib xodimning oldiga borganingizdan keyin xodim sizni pasport ma'lumotlaringizni Yandexga kiritadi, shartnoma tuzasizlar, ishlashni yana bir qator o'zi sizlarga tushuntirib beradi. Undan keyin sizga sumka beriladi yangi. Sumka berish shartlari qanaqa bo'ladi? Sumka berishda sizdan hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Faqat agar o'sha sumkani yo'qotsangiz yoki qaytarib bermasangiz, sizga 300 ming so'm miqdorida jarima solinadi. Yana bir narsani aytish esdan chiqibdi. Ishni boshlashdan avval hisobingizga 600 ming so'm miqdorida pul solishingiz kerak bo'ladi. Bu pul nimaga ishlatilinadi desanglar, agarda mijoz to'lovda naqd pul orqali qilsa, Yandex hisobingizdan o'sha pulni yechib oladi va siz u pulni klientdan naqd pul shaklida olib olasiz. Shuning uchun hisobingizda kamida 600 ming so'm pul yurishi kerak. Yana bitta foydali ma'lumot, agarda sizlarda hech qanaqa transport yo'q bo'lsa, ofis to'g'risidan 20% chegirma bilan velosiped ijaraga olsanglar bo'lar ekan. Buning ichida servis xizmati, telefon tutqich, maxsus chiroq, qulf, signal, nasos hamma yo'q bo'lar ekan. Do'stlar, bugunga aytmoqchi bo'lganlarim hozircha shular. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha